Yo, what's up? This is Mr. Big Off. Biza ina sizlar bilan 10-darsga yetib keldik. Bugungi darsda biza sizlar bilan o'rganamiz juda foydali bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni oylani aytishni, hafta kunlarini aytishni va vaqtni aytishni o'rganamiz ingliz tilida. Bu darsni yaxshilab tushunib o'rganishingiz kerak, oxirigacha tomosha qilishingiz kerak va albatta o'rgangan ma'lumotlaringizni daftaringizga yozib borishingiz kerak. Chunki inson miyasi eshitgan, ko'rgan narsalarini qaraganda yozgan narsalarini yaxshi eslab qoladi ekan. Shuning uchun bu videoni ko'rishdan oldin yoningizga bir daftar, ruchkani taxlab olib, o'zingizga yoqadigan ichimliklar, kofe, choy, suv, shu narsalarni taxlab qo'yib, atmosferani ildiz o'tamizdan ostan darsni ko'rib boshlaymiz do'stlar. Shu bilan birgalikda masala ikki og'iz qisqacha bir ma'lumot aytib o'tishim kerak. Agarda siz bizani Instagramda kuzatib borjak bo'lsangiz, unda Big of English profilini o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ingliz tilina doir bo'lgan qiziqarli fikrlar va qiziqarli ma'lumotlarni o'rgatib boraman. Undan tashqari, agarda siz bizani offline kurslarimizga kelib, men bilan живой ingliz tilini o'rganjak bo'lsangiz, unda ushbu telefon nomerini telefon urib kurslarimizga yozilib kelishingiz mumkin. 91lik 999 11 29. Tushunarli bo'ldimi do'stlar? Asl darsimizni boshlaymiz. Let's go. Demak, bugun sizlar bilan month o'rganamiz, ya'ni ingliz tilida oylani aytishni va days of the week, hafta kunlarini aytishni o'rganamiz va undan keyin time, vaqtni aytishni ham o'rganamiz. Let's go. So, imunda ko'rib turganlaringiz bu ingliz tilida hafta kunlari hisoblanadi. Hafta kunlari. Ya'ni biz xorazmchada 1-kun, 2-kun, 3-kun deymiz-ku, o'zbek tilida dushanba, seshanba, chorshanba deymiz. Shu narsalarni bugun ingliz tilida nishab aytishni o'rganamiz va undan keyin month, ya'ni oylani aytishni o'rganamiz. Endi qaranglar. Monday degani bu 1-kun, dushanba degani, понедельник. Tuesday degani bu vtornik, ya'ni 2-kun degani. Wednesday bu 3-kun. Thursday bu 4-kun. Friday 5-kun, juma. Saturday bu 6-kun, shanba. Sunday bu yakshanba kuni, bozor kuni, Sunday. Demak, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bu hafta kunlarini daftaringizga yozib, yaxshilab periodini yozib, zo'ratib yodlab qo'yinglar, bularni bilishimiz shart. Undan keyin endi monthlarga keldik, ya'ni oyni aytishga keldik. Masalan, yanvar oyi ingliz tilida January deb aytiladi. January, yanvar. February, fevral. March, mart. April, aprel, April. Tushundingizmi? May, bu may, May. June, bu iyun, June, June. July esa bu iyul. August, bu avgust, August. September, bu sentyabr. Oktober, oktyabr. November, noyabr. December, bu esa dekabr. Sizlar bilan ingliz tilida yana oylani aytishni ham ko'rib chiqdik. Bularni ham daftaringizga yozib, yaxshilab zo'ratib yodlab qo'yinglar. Bularni bilishimiz shart. Bularda adashmasligimiz kerak. Siz xabardan bo'ling June bilan Julyda, chunki juda ko'pchilik o'quvchilar shu ikki oyni sal bir cho'lashtirib beradilar. Siz bularda cho'lashmang. June bu iyun, July bu iyul bu l. Tushuntirib bildimmi do'stlar? Demak, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hafta kunlarini ham ko'rib chiqdik, oylarni ham ko'rib chiqdik. Endi bularni nishatib gaplarimizda ishlatishni o'rganib olamiz hozir. Yaxshilab qaranglar. İngliz tilida on va in predloglari bor. Ushbu ko'rib turgan narsangiz ingliz tilida preposition deb aytiladi. Preposition bu predlog degani. Bu
Predloglar bizlarga yordam beradi vaqtni ko'rsatib berishda, joyini, bir narsani joyini ko'rsatib berishda. Hozir biza on bilan inni ko'rib, o'rganib chiqamiz. Do'stlar, ingliz tilida on va in o'zbek tilida da degan ma'noni bildiradi. Da. Demak, on va in o'zbek tilida da degan ma'noni bildiradi ekan. Da. Lekin biz onni ishlatamiz hafta kunlari bilan. Hafta kunlari bilan. Days of the week bilan. Masalan, siz dushanbada dejek bo'lsangiz, siz buni on Monday deb aytasiz ekan. Bir narsani unutmang, hafta kunlari har doim katta harf bilan keladi. Tushundingizmi? Demak, haftani palon kunida deymiz-ku, shu narsani biza in bilan emas, on bilan aytamiz ekan. Masalan, dushanba kunida deysiz-ku, da, on Monday. Seshanba kunida, ikkinchi kun, on Tuesday. Uchinchi kun, on Wednesday. To'rtinchi kunda, on Thursday. Masalan, ekzamen qachon ekan deydi-ku. 5-kunda ekan, 5-kun ekan deysizlar-ku. Shu kunida ekan deymiz-ku. Shu narsani oldina on qo'yib aytamiz ekan, on Friday. Tushundingizmi? Yoki tashkil qachon ekan? Tashkil bozor kunida ekan, ya'ni yakshanba kunida ekan. Shu kunda ekan, da deymiz-ku. Shu narsani oldina on qo'yib aytamiz ekan, on Sunday. Demak, dushanba kuni da dejak bo'lsak, on Monday. Seshanba kunida, on Tuesday. Chorshanba kunida, on Wednesday. To'rtinchi kun, payshanba kunida, on Thursday. Juma kunida, 5-kunda, on Friday. Shanba kunida, 6-kunda, on Saturday. Yakshanba kunida, bozor kunida desak, on Sunday bo'ladi ekan. Demak, on degan qo'shimcha hafta kunlaridan oldin kelsa, bu da degan ma'noni bildiradi ekan. Endi biza in degan qo'shimchani ishlatamiz ekan, oylani oldindan, odatda oylani oldindan ishlatamiz ekan, bu shu oyda degan ma'noni bildiradi ekan. Masalan, Londonga qachon ketib o'tirsan desa, oktyabrda deydi-ku, shu narsani biza in October deb aytamiz ekan. Tushundingizmi? In October. Doğulan günün qachon desa, noyabrda deymiz-ku. Bu narsani deb aytamiz ekan, in November deymiz ekan. Demak, palonchi oyda dejak bo'lsak, oldina in qo'shimchalarini qo'yamiz ekan. Hozir biz sizlar bilan hafta kunlari bilan va oylar bilan qaysi predloglarni ishlatilinishini o'rganib oldik va bular orqali biza shu vaqtda deb bilamiz ekan. Haftani palon kunida desak, on bilan, palonchi oyda desak, buni in bilan aytamiz ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi siz o'ylanib turgan bo'lishingiz mumkin. Men bu narsani qachon ishlataman? Nerda ishlataman desangiz, o'tgan darsa biz sizlar bilan present simple zamonini o'rgandik. Present simple bu hozirgi hayotimizda odatda qiladigan ishlarimiz. Hozirgi shu yashab turgan hayotimizda odatda обычно qiladigan ishlarimizni biz present simple bilan aytar edik. Shu hozirgi hayotimizda qiladigan ishlarimizni present simple bilan aytar edik, to'g'rimi? Buni strukturasi gapni boshida subject kelar edi. Shu ishni qiladigan odam, undan keyin nima kelar edi? Verb, fe'l kelar edi. To'g'rimi? Undan keyin esa ot va otdan oldin sifat degan qo'shimchalar kelar edi. Qisqasi, hozirgi hayotimizda odatda qiladigan ishlarimizni ishontirib present simple bilan aytar edik. Lekin biza o'zimizni emas, birovni qiladigan ishini aytchak bo'lsak, u deb kimnidir qiladigan ishini aytchak bo'lsak, masalan Jessica, u kofe ichadi, u angliskiga boradi, u kitob o'qiydi deb kimnidir qiladigan, odatda qiladigan ishini aytchak bo'lsak, he, she, itdan keyin fe'li s, es, ies barib aytamiz.
Bu narsani qisqasi o'tgan darsda o'rgandik. O'tgan dars, agarda siz bu temani yaxshi tushunmay turgan bo'lsangiz, bundan oldingi 9-darsni tomosha qilinglar. 9-darsda o'sha present simple nimani sizlarga tushuntirib qo'yibman. Hozir esa повторение etib yodlaringizga solib turibman. Qaranglar. Demak, hozirgi ish yashab turgan hayotimizda odatda qiladigan ishlarimizni present simple bilan aytamiz. Endi siz shu gapni oxirinda 10 deb hafta kunlarini berishingiz mumkin. 10 Mondays deb oxirina es qo'ysangiz, bu dushanba kunlarida degan ma'noni bildiradi. Masalan, siz aytishingiz mumkin, men dushanba kunlarida suzishga boraman deb, to'g'rimi? Siz ishi hozirgi hayotingizda dushanba kunlarida suzishga borasiz. Sizga bu yerda nima kerak bo'ladi ekan? 10 bilan hafta kunlari kerak bo'ladi ekan. Masalan, I go swimming on Mondays desangiz, men dushanba kunlarida suzishga boraman degan ekan. Men juma kunida do'stlarim bilan uchrashaman deysiz-ku, juma kunlarida. Bu narsani nima bilan bersangiz bo'ladi? On Fridays deb. I meet with my friends. Meet degani встречаться, ya'ni uchrashmoq degani. I meet with my friends. Men do'stlarim bilan uchrashaman on Fridays. Juma kunlarida dedingiz, tushundingizmi? Men oilam bilan birga parkka boraman yakshanba kunlarida deysiz-ku. Nima deb aytamiz buni? I go to the park with my family on Sundays. Gördingizmi? Nechun bizlara bu narsa kerak ekanligini? Demak, bu narsani ishlatishimiz mumkin present simple da. Haftani palon kunlarida palon ishlarni qilaman deysiz-ku. Shu vaqtda haftani kunlarini aytchak bo'lsak, oldina 10 qo'yib aytamiz ekan. Menimcha bu narsani tushundingiz. Endi o'zi present simple da shu gapni oxirinda ishlatishimiz mumkin edi every degan qo'shimchalarni. Masalan, every day har kuni, every week har hafta, every month har oy, every month har oy bo'ldi, to'g'rimi? Keyin every year har yili degani. Tushuntirib bildimmi do'stlar? Gapni oxirinda present simple da ishi qo'shimchalarni ishlatishimiz mumkin edi. Endi bu qo'shimchalarni ham ishlatishimiz mumkin ekan. Tushuntirib bildim? Haftani palon kunlarida palon ish bilan shug'ullanaman. Demak, palon ish bilan shug'ullanaman present simple. Haftani palon kunlarida dejak bo'lsak, oldina 10 qo'yib aytamiz ekan. Tushundingizmi? Demak, buni nerda foydalanishni tushunib oldik. Endi from degan narsa bor. Bu dan degani, to degani gacha. Bunda bir kichkina bir qo'llanma bor. Bundan ham foydalansak bo'ladi. Bu palondan palongacha degani. Masalan, dushanbadan jumagacha deysizlar-ku. From Monday to Friday deb aytasiz ekan. Demak, men ishlayman. I work. Men ishlayman. Dushanbadan jumagacha desangiz, I work from Monday to Friday deb bu qo'shimchadan ham foydalansangiz bo'ladi. Qisqasi, ina hozir o'rgandik hafta kunlarini, oyni bularni hozircha пока что ishlatsak bo'ladi ekan. Present simple zamonida. Present simple bu hozirgi hayotimizda odatda qiladigan ishlarimiz. Demak, bu qismi tushunarli bo'ldi. Endi buni albatta yaxshilab yozib, konspekt qilib qo'ying va ishingga o'xshatib ko'proq gap tuzinglar. Tushundingizmi? Masalan, I drink coffee every day. Men har kuni kofe ichaman, to'g'rimi? Endi siz aytishingiz mumkin, men dushanba kunlarida kofe ichaman kuru. I drink coffee on Mondays. Tushundingizmi? Men futbol o'ynayman shanba kunlarida. I play football on Saturdays. Okay? Yoki aytishingiz mumkin, men zalga boraman, ya'ni I go to the gym.
zala boraman. Dushanba kunlarida, chorshanba kunlarida va juma kunlarida, birinchi kun, 3-chi, 5-chi kunlarda men zala boraman desangiz, I go to the gym on Mondays, on Wednesdays and on Fridays deb aytsangiz bo'ladi ekan. I think we got it. Buni yaxshilab yozib daftaringizga konspektlatib ko'chirib qo'yinglar, zo'ratib o'rganib qo'yinglar. And now let's move on to the next one. Time. Endi vaqtni aytishga keldik. Ya'ni shu soatimizni, soat 7:20, 8:10, 9:40 deb shu narsalarni ingliz tilida hozir aytishni o'rganamiz. Qaranglar. Juda muhim. Vaqtni aytishni ikki xil usuli bor. Vaqtni aytishni ikki xil usuli bor. Va boshida siz it is deb boshlashingiz mumkin yoki it's deb boshlashingiz mumkin. Vaqtni aytmoqchi bo'lsak, biz boshida it's deb boshlaymiz yoki it is deb boshlaymiz. Demak, vaqtni aytishni birinchi usulini qarang. Tasavvur qiling, vaqt hozir 8:20 bo'ldi. Siz birinchi aytasiz. Eng boshida it's deysiz. It's yoki bu bilan ayting, it is. Endi birinchi buni aytasiz, keyin buni aytasiz. It's 8:20 yoki it's 8:20. 8:20. Sizdan kimdir vaqtni so'rasa, biz ingliz tilida vaqtni so'rayajak bo'lsak, what time is it deb so'raymiz. Kimdirdan vaqtni so'rayajak bo'lsak, hey, what time is it? What time is it? Yoki can you please tell me the time deb aytsak bo'ladi. Vaqtni so'rayajak bo'lsak. Tasavvur qiling, men duribman. Ostanovkada kimdir keldidan, hey, excuse me. Can you please tell me the time dedi. Oh yeah. It's 8:20 deyman. Ya'ni 8:20 deyman. Tushundingizmi? Demak, u mendan vaqtni so'radi, men unga vaqtni aytdim. Vaqtni aytishni ikki xil usuli bor. Biz hozir birinchi usulni o'rganib turibmiz. Birinchi usul eng oddiy usul, eng oddiy usul. Endi tasavvur eting, agarda vaqt imonim bo'lsa nechik bo'ladi? Agarda imonim bo'lsa nechik bo'ladi? Qaranglar. Shunday bo'lsa. Qarang, men sizdan vaqtni so'rab turibman. Hey, excuse me, what time is it? Ayting vaqtni. Yes, it is deb boshlaymiz, to'g'rimi? Yoki qisqartirib it's 9:36 deng. 9:36. Hey, excuse me, what time is it? Oh, it's 9:36. Tushundingizmi? Yoki tasavvur eting, 10:20. Yo'q, 10:28 deymiz. 10:28 deymiz. Kimdir keldi? Hey, excuse me, can you please tell me the time? Oh yeah, it's 10:28. It's 10:28. Demak, buning usulda birinchi buni aytamiz, keyin buni aytamiz. Aldana prosta it's desak bo'ldi. It's 10:28. Birinchi usulni tushunib oldingizmi? Birinchisini отдельно aytasiz, ikkinchisini отдельно aytasiz. Всё. Birinchi usul juda oson. It's palon. Всё. It's 5:39 desa 5:39. It's 6:24 desa 6:24. It's 11:48 desa 11:48. Demak, vaqtni shunattirib aytsak bo'ladi. Endi ikkinchi usulga keldik. Ikkinchi usul ozgina qiyinroq. Ikkinchi usulni aytib bilish uchun biz ibs so'zlarni bilishimiz kerak. Ingliz tilida past degani o'tdi degani, to degani bor degani. Faqat vaqtni aytishda, tushundingizmi? Vaqtni aytganda ishi qo'shimchalar, masalan, past o'tdi degan ma'noni bildiradi, to bor degan ma'noni. Masalan, 9 dan 40 daqiqa o'tdi, 10 dan 25 daqiqa o'tdi. O'sh o'tdini qaysi beradi ekan? Past.
Keyin 10'a 10 minut bor, 7'ye 40 minut, 7'ye 20 minut bor, 8'e 15 minut bor deymiz. Mana shu borni nima beradi ekan? To. Keyin half degani bu yarim degani, ya'ni 30 minut bo'lsa, 30 minut bo'lsa, qisqasi 30 minut bo'lsa, biz buni half deb aytamiz. Half degani yarim degani. Yarim soat o'tdi deymiz-ku, o'shani half bilan aytamiz ekan. Keyin quarter degani bu chorak degani, ya'ni 15 minut. 15 minutni biz quarter deb aytamiz, chorak. Chunki 1 soat 60 minut bo'lsa, buni 4 ga bo'lsak, 4 chorakka bo'lsak, quarter 4 tani chorakka bo'linadi. Har bir 15 daqiqa ingliz tilida chorak, quarter deb aytiladi. Demak, shu so'zlar bizlarga kerak bo'ladi ikkinchi usulda. Ikkinchi usuldan vaqtni it bilan boshlaysiz. It. Tasavvur qiling, vaqt iminning bo'lib turibdi. Mana birinchi usulda nima deb aytdik? It's 8:20 dedik. Ikkinchi usulda esa 20 minut o'tdi 8 dan deymiz. Tushundingizmi? Ikkinchi usulda birinchi bu tomon aytiladi. It's 20. Keyin o'rtasini aytasiz. Shu o'rtasini. Ya'ni 20 daqiqa o'tdimi 8 dan yo 20 daqiqa bormi? 20 daqiqa o'tdi dejek bo'lsangiz, o'tdi degan past. It's 20 past 8 dan 3-chi buni aytasiz. It's demak it's 20 past 8. Demak, buni ma'nosi 20 minut o'tdi 8 dan degan ma'noni bildirar ekan. Demak, ikkinchi usulda aytish uchun bu so'zlar bizlarga kerak bo'ladi. Tasavvur eting 9:30 bo'ldi. 9:30 ni nishab aytamiz. Birinchi usulda nishab aytar edik. Birinchi usulda it's 9:30, to'g'rimi? 9:30. Ikkinchi usulda esa it's deymiz. Keyin buni aytamiz birinchi. 30 minutni nima deb aytar edik? Half. It's half. 30 daqiqa o'tdi 9 dan, to'g'rimi? O'tdi degani past. Past 9. 9 dan 9. Demak, it's half past 9 degani 9 dan 30 daqiqa, 30 minut o'tdi degani. Tushunib bildimmi? Yoki vaziyat iminning bo'lishi mumkin. Qarang, 10:45. Biza 10 dan 45 minut o'tdi danmiz. 11'e 15 minut bor deymiz. 11'ga 15 daqiqa, 15 minut bor deymiz, to'g'rimi? Ya'ni o'tdi emas, bor bilan aytamiz ekan, ya'ni to bilan aytamiz. Demak, gapni boshini nima deb boshlaymiz? It's deb boshlaymiz vaqtni aytganda. Endi 15 daqiqani nima deb aytar edik? 15 daqiqani quarter. 15 daqiqa bor to 11 ga 11. Demak, it's quarter to 11 degani 15 daqiqa bor 11 ga degani. Qisqasi ikkinchi usulni aytib bilishingiz uchun bu so'zlarni bilishingiz kerak va ikkinchi usulni aytganda bu orqadan oldinga qarab keladi do'stlar. Orqadan oldinga qarab keladi. Demak, birinchi buni aytasiz, o'tdimi, bormi, keyin buni aytasiz, keyin buni aytasiz. Masalan, endi qaranglar. 12:50. Bu 1'e 10 minut bor degani, to'g'rimi? It's orqadan kelamiz. 10 minut denglar. 10 minut 10 10 bor degani nima? Iberni aytamiz. 2 1'e 1. It's 10 to 1 degani 1'e bor 10 minut degani. Qisqasi ikkinchi usulda tushuntirib aytamiz ekan. Menimcha buni ham tushunib oldik. Demak, bularni yaxshilab daftaringizga konspektlat yozib oling, yaxshilab o'rganib qo'yinglar va praktik etinglar. O'zingiz har xil vaqtlarni yozib chiqinglar, shuni ikki xil usulda aytishga harakat eting. Masalan, tasavvur eting, soat 2:25 bo'ldi. 2:25. Birinchi usulda nima deb aytasiz? It's 2:25 deysiz. Birinchi usul juda oson. It's 2:25. 2:25. Ikkinchi usulda esa, 25 minut o'tdi 2 dan deysiz. It's 25 past 2 deysiz. Tushundingizmi? It's
25 daqiqa past o'tdi to 2 dan. Endi buni daftaringizga yozib, konspektga zo'rab o'rganib oling. Endi vaqtni o'rgandik. Vaqtni oldindan biza vaqtni aytishni o'rgandik. Endi biza shu vaqtda dejak bo'lsak, ingliz tilida at degan predlog bor. Bu da degan ma'noni bildiradi. Palon vaqtda deymiz-ku, da. Shuni oldidan at qo'yib aytamiz ekan. Masalan, at 8:20 desak, bu 8:20 da degani. Kimdir sizdan so'rab turibdi, "Hey, what time is the exam?" So, what time is it? What time is the exam? Hey, examin soat nechida deb turibdi. Siz turasizdan, it's at 8:20. 8:20 da. Demak, at degani soatdan, vaqtdan oldin keladi at. Va da degan ma'noni bildiradi. Palon vaqtda deymiz-ku, shuni biz at bilan aytamiz ekan. At 9 o'clock, 9 da. Bir narsa aytib o'tmoqman. Soat rovna 9 yoki 10 bo'ladi-ku, rovna. Shularni biz o'clock degan qo'shimcha bilan aytamiz. Rovna 9. It's 10 o'clock. Rovna 10. It's 11 o'clock. Tushundingizmi? Qachonki vaqt tep-tekis rovna bo'ladi-ku, 7, 8, 9, 10 bo'ladi-ku, shu narsalarni biz o'clock qo'yib aytamiz. Agarda oldina at qo'ysangiz, bu soat 9 da degani. Oldina agarda at 10 o'clock desangiz, soat 10 da degani. Agarda at 11 o'clock desangiz, soat 11 da degani. Endi biza hozirgi hayotimizda odatda qiladigan ishlarimizni nima bilan aytar edik? Present simple bilan. Ya'ni hozirgi hayotimizda odatda qayta qiladigan ishlarimizni present simple bilan aytamiz ekan. To'g'rimi? Bu v deganim bu verb, fe'l bu. Demak, men uyg'onaman desangiz nima bo'ladi? I wake up. Men uyg'onaman. Soat nechida uyg'onasiz? Soat nechida? 7 da desangiz at 7 o'clock deb aytasiz ekan. Buni o'clock yozasiz. Demak, I wake up at 7 o'clock degani, men hozirgi hayotimda soat 7 da uyg'onaman degani. Tushuntirib bildimmi do'stlar? Demak, bugun sizlar bilan hafta kunlarini aytishni o'rgandik, oylani aytishni o'rgandik va vaqtni aytishni o'rgandik. Bularni oldindan biz predloglarni ishlatamiz ekan va bu predloglar da degan ma'noni bildiradi, da. Haftani palon kunida dejak bo'lsak 10 bilan, paloninchi oyda dejak bo'lsak in bilan, paloninchi vaqtda desak bu narsa at bilan aytamiz ekan. Bularni ishlatishingiz mumkin oddiy hozirgi zamonda present simple da gap tuzganda. Tushundingizmi? Men soat palonda palon ish qilaman. Masalan, men soat 9 da ishga ketaman deysizlar-ku. I go to work. I go to work. Men ishga boraman. At 9 o'clock. Soat 9 da. Tushuntirib bildimmi do'stlar? Demak, bugun sizlar bilan hafta kunlari, oylarni va yillarni o'rgandik. Hafta kunlarini oldindan 10 qo'yamiz, da degani. Oylardan oldin in qo'yamiz, da degani. Vaqtdan oldin at qo'shimchasini qo'yamiz, bu ham da degan ma'noni bildiradi ekan. Agarda bugungi darsimizda nodir bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, videomizga like bosing, kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldiring, hammasini o'qib boraman. Javob yozib bilmasam ham vaqt yetmasligi mumkin, lekin hammangizni fikrlaringizni o'qib, qo'limdan kelgancha reaksiya javob bildirishga harakat qilaman. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shu bilan meni qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xohlasa sizlarga hali juda ko'p foydali bilimlarni o'rgatib boraman. Sizlar bilan Mr. Begov bo'ldi. Goodbye.